Assalomu alaykum. Karom ko'chat qilish 3-qismi. Avvalambor hammanglarni xotira va qadrlash kuni bilan tabriklaymiz, bayrami bilan. Xo'sh, bugun biz dalamizga keldik. Kecha o'zi yomg'ir berdi 50% bugunga, yomg'ir yog'madi hali. Dalamiz ustlari qurib, yorilib qopti. Hozir yana sug'arib qo'ydik. Buni sug'arishdan maqsad yer qotib qolmasligi kerak, chunki urug'lar endi chiqyapti, mana ancha ko'payib qoldi kechagidan. Urug'lar chiqayotgan payt yer qotib qolmasligi kerak. O'shanga yumshatish uchun yana sug'ardik. Xudo xolasa urug' chiqib olgandan keyin juda ko'p sug'arilmaydi, chunki ko'p sug'arsa ko'chatlar o'sib ketadi. Shunga hozir urug' hammasini iloji boricha bateriyasi chiqarib olishga harakat qilamiz. Mana ancha chiqayotganlari ko'payib qolgan. Mana bu setka yopib, ustidan suv quyib salqin qilib turdik. Buni kecha olib tashlaganmiz. Havo bulut. Hozir endi mana bulut bo'ldi havo. Lekin hozirgacha issiq edi. Havo ochiq issiqroq edi Toshkent shahrida. Bektemir tumanida. Shunga yerlar usti qotib qolgan ekan, kesak. Usti qotib, urug'lar yorib chiqishga qiynaladi, usti qattiqlik qiladi. Shunga hozir suv sepib qo'ydik yana, ustini yumshatdik. Endi xudo xolasa ertaga 2 kunda hammasi chiqib olsa, keyin bu yog'iga qarashni boshlaymiz. Kuzatib boringlar. Karom ko'chat qilish, olib borib sotib, hamma 0 dan 100 gacha videosini qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.